Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. O'quv soati avvalida mamlakatimiz hayotiga doir so'nggi muhim yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Joriy yilning 18-aprel kuni Prezidentimiz raisligida dunyoda yuz berayotgan iqtisodiy tebranishlarning soha va tarmoqlarga ta'sirini kamaytirish chora-tadbirlari muhokamasi bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Garvard universiteti tahliliga ko'ra o'tgan 5 yilda iqtisodiy indeksdagi o'rnimiz 25 pog'onaga yaxshilandi. Bugungi kunda 162 ta turdagi milliy mahsulotlarimiz dunyo bozorida raqobat ustunligiga ega deb e'tirof etilyapti. Natijada oxirgi yillarda eksportimiz 2 barobarga oshdi. O'tgan yili 27 milliard dollar bo'ldi. Tashqi savdo aylanmasi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 57% ga yetdi. Bu iqtisodiyotimiz tashqi bozorga qanchalik bog'liq ekanini ko'rsatadigan juda katta raqam. Takror aytaman. Hozirgi dunyodagi vaziyat bizga ta'sir qilmaydi degan rahbarlar juda katta xato qilgan bo'ladi. Bunday sharoitda faqat o'z kuchimiz va ichki imkoniyatlarimizga tayanib dadil qadamlar tashlashimiz kerak. Lekin ko'p rahbarlar hali mudrab o'tiribdi. Masalani jiddiyligini 2 karra ko'p ishlash kerakligini sezganimiz yo'q hali. Har bir vazirlik, tarmoq va hududlarning birinchi rahbarlari qo'liga qalam olib, aniq reja qilib ishlab chiqarish, eksport bilan o'zi ham shaxsan shug'ullansa, natija bo'ladi. Hozirgi favqulodda holda buni o'z holiga tashlab qo'yish, ko'rsatishlarni pasaytirish bu xalqimizga xiyonat. Davlatimiz rahbariga energetika sohasidagi vazifalar ijrosi va yangi loyihalar yuzasidan axborot berildi. Keltirilgandek, aholining energiya manbalariga talabini qondirish maqsadida har yil ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu ishlar natijasida oxirgi 5 yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish 30% ko'payib, 81,5 milliard kilovat soatga yetdi. 2035-yilda yurtimizda elektr iste'moli 121 milliard kilovat soat bo'lishi hisob-kitob qilingan. Shu bois uzoqni o'ylab energetikaning barcha yo'nalishlarini rivojlantirish choralari ko'rilmoqda. Yurt rahbari Saudiya Arabistonida o'tkazilgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogida g'olib chiqqan O'zbekiston jamoasiga tabrik yo'lladi. O'z navbatida prezidentimiz g'olib va ishtirokchilarni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Davlat rahbari sportchilarimizning yutuqlarini alohida qiziqish va e'tibor bilan kuzatib boryaptilar deb yozadi Prezident matbuot kotibi. Quvonarlisi, aprel oyida mamlakatimizning sport sohasidagi muvaffaqiyatlari futbol bilangina cheklanib qolmadi. Xususan, xokkey bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi ham xalqaro maydonda ajoyib natija ko'rsatdi. Armanistonda o'tkazilgan jahon chempionatida xokkeychilarimiz o'z divizionida g'olib bo'lib, kelgusi mavsumda 3-divizionda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 21-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab ta'lim sifatini oshirish hamda pedagoglar tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid taqdimot bilan tanishdi. Tahlillarga ko'ra, maktab yoshidagi bolalarning 80% internet va ijtimoiy tarmoqlarda faol. Ularni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha muayyan ishlar olib borilyapti. Lekin yoshlar ta'lim-tarbiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan qiziqarli milliy kontentlar yaratayotgan ijodkorlar sanoqli. Yig'ilishda shulardan kelib chiqib, bolalarga xavfsiz axborot muhitini yaratish, milliy kontentlarni ko'paytirish, ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shu kuni davlat rahbariga investitsiya sohasida joriy yil birinchi chorakda qilingan ishlar hamda navbatdagi asosiy vazifalar bo'yicha axborot berildi. 22-aprel kuni Prezidentimiz kimyo sanoatidagi loyihalar ijrosi va tarmoqni diversifikatsiya qilish bo'yicha rejalar taqdimoti bilan tanishdi. Shuningdek, mamlakat yetakchisi elektrotexnika sohasida joriy yil birinchi chorakda qilingan ishlar va navbatdagi vazifalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari 23-aprel kuni Samarqand shahrida amaliy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbatda O'zbekiston-Rossiya do'stlik, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahatchisi raisi Gurbanguli Berdimuhamedov 23-aprel kuni tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Samarqand xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni davlatimiz rahbari kutib oldi. Tashrif dasturiga muvofiq ikki tomonlama uchrashuv o'tkazildi. Muzokaralarda O'zbekiston-Turkmaniston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi.
Tadbirlar doirasida Hazrati Xizr majmuasiga tashrif buyurilib, birinchi prezidentimiz xotirasiga hurmat ko'rsatildi. Yetakchilar Boqiy shahar majmuasida ham bo'lib, madaniy tadbirlarda ishtirok etishdi. Turkman xalqining milliy yetakchisi O'zbekiston Respublikasining oliy darajali do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Yetakchilar Samarqanddagi Xalqaro turizm markazida tashkil etilgan Zamonlar sadosi ko'rgazmasiga tashrif buyurdilar. Navbat xorij xabarlariga. Xitoyning Pekin shahrida robotlar ishtirokida yugurish marafoni tashkil etildi. Ilk bor o'tkazilgan musobaqada 21 ta gumanoid qatnashdi. Robotlar 40 daqiqada 21 kilometrni bosib o'tdi. Shunday bo'lsa-da, ularning orasida eng tez yugurgan qurilma aniqlandi va g'olib deb e'lon qilindi. Dunyo olimlari bugungi kunda kosmik chiqindilar miqdori 6000 tonnadan ortganini ma'lum qilishdi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida yer atrofida 100 milliondan ziyod mayda chiqindilar mavjudligi aniqlandi. Ushbu muammoga yechim sifatida qator mamlakatlar tomonidan 2030-yilga qadar chiqindilarni tozalovchi sun'iy yo'ldoshlar fazoga uchirilishi rejalashtirilgan. Vatikanning rasmiy bayonotiga ko'ra, Rim papasi Fransisk 21 aprel kuni 88 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Vafotidan bir kun avval yakshanba kuni Pasxa bayrami munosabati bilan Sankt-Pyotr maydonida jamoat oldida so'nggi bor namoyon bo'lgandi. Rim papasi so'nggi haftalarda og'ir ikki tomonlama pnevmoniya bilan kurashdi va bu uning sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Papa Fransisk Lotin Amerikasidan saylangan birinchi papa sifatida tarixda qoldi. Parijda AQSh, Yevropa va Ukraina o'rtasida muzokaralar o'tkazildi. Tomonlar tinchlikka erishish yo'llarini muhokama qilishdi. Rasmiylar ushbu yig'ilishni juda samarali deya ta'kidlashdi, biroq tafsilotlar ochiqlanmadi. Isroil va Falastin o'rtasidagi mojaroni tugatish maqsadida uzoq muddatli sulh taklif qilindi. Muzokaralarga vositachilik qilayotgan Misr va Qatar tomonidan 5 yildan 7 yilgacha sulh tuzish nazarda tutilgan rejaga ko'ra, urush rasman to'xtatilishi qayd etilgan. Turkiyaning Istanbul aeroportida bir vaqtning o'zida 3 ta mustaqil uchish yo'lagi ishga tushdi. Yangi tizim yo'lga qo'yilgandan so'ng Turkiya bu loyihani amalga oshirgan Yevropadagi yagona davlatga aylanadi. Rasmiylar bu tizimni yaratish uchun sa'y-harakatlar 2022-yildan boshlanganini bildirgan. Berlinda barcha turdagi jamoat transportlarida pichoq va boshqa qurollarni olib yurish taqiqlandi. Boisi o'tgan haftada Berlin metrosida pichoq bilan hujum qilish holati kuzatilgan va jabrlanuvchi halok bo'lgan. Taqiq metro, avtobus, tramvay va paronlarga nisbatan qo'llaniladi. Kanadaning shimoliy qismida noma'lum bo'lgan yangi dinozavr izlari topildi. Mutaxassislarning qayd etishicha, topilma taxminan 100 million yil avvalgi noodatiy izlar bo'lgan. Shu sababli olimlar kashfiyotni yangi tur sifatida e'lon qilishdi. Izlarning raqamli qayta tiklash usuli jonzotning taxminiy ko'rinishini aniqlashga yordam bergan. AQShning Santiago hayvonot bog'i fillari zilzila paytida harakatlari bilan barchani hayratga soldi. Hududda 5.2 magnitudali yer osti silkinishi bo'lgan vaqtda ziyrak jonivorlar favqulodda vaziyatda birlashib, krizis rejimiga o'tgan. Silkinish o'tib ketgandan keyin ham ular bir-biridan uzoqlashmagan. Ushbu vaziyat tasvirini millionlab insonlar tomosha qilgan. Assalomu alaykum. Markaz faoliyatiga oid so'nggi xabarlar bilan e'tiboringiz markazda M-Digest. Martlar ortga qaytmas yurish boshladi. Futbolda o'zgacha burilish boshladi. Dunyoni lol etdi o'zbekcha futbol. Futbol o'ynayotir o'zbek bolasi. Bu hafta barchamiz tarixiy voqelikka guvoh bo'ldik. Saudiya Arabistonida futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida o'tkazilgan nufuzli musobaqada o'zbek o'g'lonlari mislsiz jasorat va matonat ko'rsatishdi. G'alaba butun xalqimizni birlashtirdi. Ma'naviyat targ'ibotchilari qalbidagi cheksiz faxr ilhomga aylanib, ko'plab media mahsulotlar tayyorlandi. She'riy kompozitsiyalar, ijtimoiy roliklar, eksklyuziv intervyular shular jumlasidan. Har bir ijod mahsuli ijtimoiy tarmoqlar orqali keng jamoatchilikka yetkazildi. O'zbekiston kitobxonlar yurti ayni shior ostida respublikamiz bo'ylab bo'lib o'tayotgan 5-respublika kitobxonlik haftaligi ma'rifat yo'lida barchamizni birlashtirmoqda. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan kitobsevarlar uchun hududlarda mahalla, oila kutubxona, ma'rifatparvar ayollar mavzusidagi davra suhbatlari, sog'lom muhit, sog'lom jamoa shiori ostida amaliy mashg'ulot va treninglar, intellektual o'yinlar, mutolaa loyihasi, turli taqdimotlar, uchrashuvlar, aksiyalar o'tkazilmoqda. Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan tavsiya etamiz loyihasi orqali eng sari kitoblar, filmlarni mutolaa uchun, tomosha uchun va bu orqali tafakkuringizni kengaytirish uchun tavsiya etilmoqda. O'z navbatida davlat dasturining mazmun mohiyati qisqa roliklarda yetkazilmoqda. Ushbu loyihalar bilan jamiyatning Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Farovon hayotga ilk qadam. Ushbu loyiha doirasida hududlardagi ma'naviy ishlarga mas'ullar uchun aholining mehnat qilishga bo'lgan ishtiyoqi va tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash mavzusida seminar, trening o'tkazildi.
Shaxs ma'naviyatining shakllanishida til va adabiyotning roli. Joriy yilning 30-may kuni Qo'qon universitetida bo'lib o'tishi kutilayotgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ilm ahli uchun o'ziga xos platformaga aylanadi. Bu haqdagi batafsil ma'lumotni markaz huzuridagi Ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar institutining Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Lider, rahbar va zamonaviy menejer. Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida bo'lib o'tgan davra suhbatida markaz rahbari Otabek Hasanov o'qituvchi va murabbiylar bilan liderlik, zamonaviy rahbar xususiyatlari va boshqaruv masalalarida muloqot qildi. Markazning hududiy bo'limlari ham ayni kunlarda qizg'in ish faoliyatida. Xususan, Namangan ahli 64-xalqaro gullar festivalini yuqori saviyada o'tkazishga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. E'tiborli jihati, jarayonlarda milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizga urg'u berilib, har bir ekspozitsiyada milliy ruh aks etadi. Surxondaryo viloyati Sherobod tuman bo'linmasi tomonidan harbiy qismlarning birida "Men ham harbiy bo'laman" mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Buxoro viloyatining Kogon tumanida esa korxona, tashkilotlar, umumta'lim maktablari uchun erta turmush qurish va uning salbiy oqibatlari mavzusida ma'rifat soati tashkil qilindi. Samarqandning Qo'shrobod tumanida buyuk alloma Imom Abu Mansur Moturudiyning ibratli hayot yo'li va boy ilmiy ma'naviy merosini o'rganish va targ'ib qilishga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Bu faoliyatimizning bir qismigina xolos. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Darvoqe, dam olish kunlari oila a'zolaringiz bilan madaniyat va ma'naviyat maskanlariga borishni tavsiya qilamiz. Yana ko'rishguncha. Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha 2025-yilga mo'ljallangan muhim vazifalar qayd etilgan. Ya'ni atrof muhitni asrash, ijtimoiy iqtisodiy, davlat boshqaruvi, sud huquq, xavfsizlik va tashqi siyosat yo'nalishlarida 100 dan ortiq muhim ishlar amalga oshirilishi belgilangan. Xo'sh, bu 5 yo'nalishlar qaysilar? Birinchi yo'nalish har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Bu yo'nalish ta'lim tizimi islohotlari, aholi salomatligini ta'minlash bo'yicha islohotlar, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha islohotlar, yoshlarga oid davlat siyosati va sport yo'nalishidagi islohotlar, ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha islohotlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi yo'nalish barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Bu bandda iqtisodiyot hajmini 2 barobarga oshirish va daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirish, mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg'or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish, qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish va hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish kabi 20 ga yaqin yo'nalishlar bo'yicha vazifalar belgilangan. Uchinchi yo'nalish suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Bu yo'nalish suv resurslarini tejash bo'yicha islohotlar va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha islohotlarni o'z ichiga oladi. Bunda nafaqat ekologiyani asrash, balki shu orqali aholi salomatligini ham yaxshilash maqsad qilingan. Bu borada nafaqat suv resurslarini tejash bo'yicha texnologiyalarni rivojlantirishga, balki odamlarning ekologik madaniyatini ham oshirishga e'tibor qaratiladi. To'rtinchi yo'nalish qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etishga qaratilgan. Bu yo'nalish xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish va jamoatchilik boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha islohotlar hamda qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimidagi islohotlarni o'z ichiga oladi. Sud huquq tizimida halollik va shaffoflikni ko'rsatish maqsadida smart sudlarni joriy etish kabi bir qator vazifalar ko'zda tutilgan. 5-yo'nalish xavfsiz va tinchliksevar davlat tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirishga qaratilgan. Xavfsizlik eng muhim masala. Bu yo'nalish ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish bo'yicha islohotlar hamda mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish bo'yicha islohotlarni o'z ichiga oladi. Bunda barcha qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini jadal rivojlantirish, xorijda mehnat faoliyatini yuritayotgan fuqarolarga har tomonlama ko'mak ko'rsatish kabi bir qator muhim masalalar yuzasidan vazifalar belgilangan. Atrofingizdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmang. Davlat dasturida belgilangan vazifalar sizning, aholimizning farovon hayoti uchun.
Jadid gazetasining o'quvchilari navbatdagi sonda izchil islohotlarning chuqur tahlili, ma'rifatparvar bobolar haqidagi qimmatli tarixiy ma'lumotlarga asoslangan hikoyalar, samimiy suhbatlar, teran mulohazalarga boy ma'naviy ma'rifiy, ilmiy adabiy materiallar bilan tanishadilar. Ularning ba'zilariga e'tibor qaratsak, tasavvurdan tashqaridagi tezlik. Mazkur maqola Xorazm viloyatida turizm sohasining oxirgi yillarda misli ko'rilmagan darajada rivojlanayotgani haqida. Muallif so'nggi 9 yil ichida turizm sohasida ro'y bergan ulkan o'zgarishlar, xususan sayyohlar sonining keskin oshgani, logistika va infratuzilmaning yaxshilangani, mehmonlar sonining ko'paygani, ichki va tashqi sayyohlik tizimidagi yangiliklar xususida so'z yuritadi. Bunday o'sishni u tasavvurdan tashqaridagi tezlik deb ta'riflaydi. Bugun turizm mamlakatimiz iqtisodiyotida yetakchi sohalardan biriga aylanib ulgurdi. Buning isboti Xorazmga xorijiy sayyohlar tashrifi ortishi tufayli. Amaldagi yilning 3 oyida turizm eksport hajmi 77 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Shukronasi va hamiyati butun odam edi. 26 aprel O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavallud topgan kun. Gazetada ijodkorning rafiqasi Muhammad Yusuf nomidagi fond rahbari Nazira Assalom bilan suhbat e'lon qilindi. Muhammad aka haqgo'y va halol inson bo'lgan. Xalqona hayot tarzini, tabiat bag'rida bo'lishni, bolalar ovozini eshitishni yaxshi ko'rar. Oddiy, mehnatkash insonlar bilan suhbat qurish ular uchun bitmas tuganmas ilhom manbai edi. U kishining yuragiga qishloq hayoti, ona zamin hidi birday yaqin bo'lgan. She'rni ilhom bilan o'qishni xush ko'rardi. Nazira opa, uning uchun eng katta quvonchli voqea bu Andijonda shoir nomi bilan ataluvchi ijod maktabi tashkil qilingani, maktab oldida Muhammad akaning byusti o'rnatilgani va maxsus xiyobon barpo etilgani bo'lganini aytadi. Ana shu xayrli ishlar uchun davlatimiz rahbaridan cheksiz minnatdorligini bildiradi. Uning repertuari go'zal va betakror qo'shiqlar bilan boyib bordi. Muxlislar soni ko'paygandan ko'paydi. Endi uni shon-shuhrat chulg'ay boshladi. Lekin u mashhurlikka, nomdorlikka ruju qo'ymadi. Qo'shiqdan qo'shiqqa yuksalib boraverdi. Uni mashhur qilgan qo'shiqlardan biri arab tangosi edi. O'zbek zargarining Oltin ovozi nomli maqola milliy estrada san'atimiz asoschilaridan biri, buyuk san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov haqidadir. Muallif ijodkorning hayoti va ijodini samimiy, xalqchil tarzda hikoya qiladi. Ayniqsa, Botir Zokirov kundaligidan keltirilgan parchalar maqolaning ta'sirchanligini yanada oshirgan. Men o'z kundaligimni ajoyib yoshligimning eng baxtiyor kunlaridan, bolaligimning ilk orzulari ro'yobga chiqqan kundan boshlagim keladi. O'sha kuni men Toshkent davlat konservatoriyasi vokal fakulteti tayyorlov bo'limiga muvaffaqiyatli imtihon topshirdim. O'sha daqiqalarda men sahnada turib, hassos va talabchan tinglovchilar qarshisida kechirgan cheksiz hayajonlarim, iztiroblarim, kuylashim bilanoq tumanday tarqab ketdi. Bu kabi qiziqarli maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalaridan onlayn o'qishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtiramiz. An'anaga ko'ra har yili O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 10 dan ortiq dasturlari, fondlari va agentliklari yillik faoliyat dasturini muhokama qiladi. Bu gal Shahrisabzdagi Oqsaroy majmuasi muloqotlarga mezbonlik qildi. Dastur doirasida O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasida hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Taraqqiyot dasturi, UNICEF, Shveysariya hamkorlik va rivojlanish agentligi hamda O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamkorligida yangi loyihaga qo'l urildi. Yangi pilot loyiha birinchilardan bo'lib Shahrisabzdagi Zingiron mahallasida tashkil etildi. Barcha sharoitlarga ega innovatsion yoshlar markazi. Mazkur loyiha yoshlar taraqqiyotiga jamoaviy yondashuvning yaqqol namunasi bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oilasi, ya'ni uning tarkibidagi tuzilmalar vakillari Shahrisabz shahri va tumandagi mahallalar faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shahrisabz turistik markazi imkoniyatlari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda mahalladagi 30 yoshdan yuqori bo'lgan aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. O'zbekiston mahallalari uyushmasi va sport vazirligi hamkorligida bu borada qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Joriy yildan ilk marotaba O'zbekiston mahallalari uyushmasi va sport vazirligi hamkorligida 30 yoshdan katta aholi o'rtasida
7 ta sport turi bo'yicha mahalla ligasi sport musobaqalari tashkil etildi. Xususan, joriy yilda 30 yoshdan katta 4 million aholini musobaqalarga jalb etish ko'zda tutilgan. Mahalla ligasi sport musobaqalari mini futbol, voleybol, stol tennisi, streetbol, workout, shaxmat va shashka turlari bo'yicha may-avgust oylarida 3 bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni mahalla, tuman, shahar va hudud bosqichlari. Hozirgi kunda ushbu musobaqalarga elektron ro'yxatdan o'tish jarayoni amalga oshirilmoqda. Shu kunga qadar respublika bo'yicha jami 854 ming nafar aholi ro'yxatdan o'tdi. Ushbu musobaqalarda ishtirok etish istagidagi fuqarolarimiz 5tashabbus.uz elektron platformasidan o'tishlari so'raladi. Biz davom etamiz. Yoshlar ijod saroyida may-iyul oylarida o'tkaziladigan mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovini tashkil etish va o'tkazishga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq endilikda mahalla fuqarolar yig'ini raislarining vakolat muddati 5 yilga uzaytirildi. Qonunchilikdagi muhim o'zgartirishlardan yana biri fuqarolar yig'ini raisi saylovini o'tkazish muddatlarini belgilash normasi endilikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi, xalq deputatlari, viloyat va Toshkent shahar kengashlari vakolatlariga o'tkazilgan bo'lib, ushbu o'zgartirish joylardagi mahalla fuqarolar yig'inlarining mahalliy vakillik organlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun yordam beradi. Matbuot anjumanida saylov kampaniyasining rasmiy belgisi va shiorlari taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Shuningdek, jamoatchilik faollari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollari yuzasidan atroflicha javob olishdi. Dasturimiz so'ngida yurtdoshlarimizni joriy yilning may-iyul oyida bo'lib o'tadigan mahalla raisi saylovida faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Muhammad Yusuf vatanga muhabbat jo'sh urgan, har qalbga jo bo'lgan betakror she'rlari, oddiy, lo'nda va tiniq misralari, qiyosi yo'q ijodi bilan xalqimizning sevimli va ardoqli shoiriga aylangan ijodkor. Muhammad Yusuf hayotda qanday inson edi? Qay fazilatlarni qadrlardi-yu, odamlardagi qay jihatlarni yoqtirmasdi? Bu haqda ijodkorning farzandi shunday fikrlarni bildirdi. Muhammad Yusuf qanaqa inson bo'lgan degan savolga har doim aytaman, o'qiganmisiz Muhammad Yusuf she'rlarini? O'qiganman. Xuddi she'rlari qanaqa bo'lsa, o'zlari ham xuddi shunaqa bo'lganlar. Xuddi she'rlaridagi samimiy, oddiy, keng fe'l, hammaga nisbatan juda ham odil inson bo'lganlar. Oilada odatda qizlarga onalar yaqin bo'ladi, lekin bizda buni tamoman aksi bo'lgan. Oilada 3 ta qiz, bitta o'g'il bo'lganmiz, lekin qizlar onamizdan ko'ra adamimizga yaqinroq bo'lganmiz. Barcha sirlarimiz, barcha muammolarimiz hammasini onamlar bilan emas, adamlar bilan bo'lishardik. Chunki bizani har qanaqa vaziyatda ham hech qachon urushmasdilar-da, to'g'ri yo'l ko'rsatardilar. Birinchi o'rinda maslahatgo'yimiz va yaqin do'stimiz bo'la olganlar biz farzandlar uchun. Insonlardagi samimiylikni qadrlardilar va to'g'ri so'zlikni, juda ham g'azablarni keltiradigan narsa bu yolg'on edi. Shoir she'rlarda ayollarni qanchalik ulug'lagan bo'lsa, hayotda ham xuddi shunday e'tibor ko'rsatgan. Ayol kishini o'zlarini she'rlarida keltirganda juda ham qadrlab, ardoqlab, e'zozlab, ehtiyot qilganlar, lekin shunga yarasha juda ham talabchan turmush o'rtoq bo'lganlar. Muhammad Yusuf doim ilmga, o'z ustida ishlashga intilgan. Farzandlarini ham bilimni qadrlashga undagan. Adam hech qachon o'zlarida bor bilim bilan chegaralanib qolmaganlar. O'zi she'rlarini o'qisangiz ham tarixi, dunyo adabiyotini, jahon adabiyotini yaxshi bilishlarini sezilib turadi. Bunga sabab men o'ylaymanki, juda ham ko'p o'zlariga nisbatan talab qo'yardilar, juda ham ko'p o'qirdilar, juda ham bilimga, ilmga e'tiborli inson bo'lganlar. Qadrlaydigan jihatim, har bitta oilalaridan har oy albatta bitta kitob olinardi. Hozir uyimizda 3,5 mingta kitob bor. Kuzak keldi, soriq tortdi yaproqlar, dunyoni bir ajib sirlar so'roqlar, ko'nglimni kuydirib o'tar firoqlar, diydor qiyomatga qoldimi ota? Yashash xiyonatmi omonat jonga? Umringni ulasa so'ngsiz armonga, bir savol o'rmalab kiradi qonga, diydor qiyomatga qoldimi ota? Qanotsiz qushdayin men xolis zabun, sizga maqtalligim ortar kunma-kun, har ikki dunyoning sog'inchi uchun, diydor qiyomatga qoldimi ota? Bisotim so'z mening taskin tasalli, xayollaringizda bo'lsam aqalli, kelmaysizmi meni baxtli qilgan, diydor qiyomatga qoldimi ota?
Shunday manzillar borki, sayohat qilsangiz atrofingizdagi har lahza sizni hayratda qoldiradi. Assalomu alaykum. M-sayohat sahifasi orqali bugun sizlar bilan birgalikda dunyodagi eng qadimiy kutubxona tomon sayohat uyushtiramiz. Unday bo'lsa qani, ketdik. Dunyodagi eng qadimiy kutubxona Marokashning Fes shahrida joylashgan Al-Qaravin kutubxonasidir. Kutubxonaga milodiy 859-yilda Fotima al-Fihriya ismli olima ayol tomonidan asos solingan. Bu kutubxona dunyodagi eng qadimiy faoliyat yuritayotgan kutubxona hisoblanadi, ya'ni u hozirgacha ishlamoqda. Kutubxona Al-Qaravin universiteti tarkibiga kiradi va islomiy ilm-fan markazi sifatida tan olingan. Al-Qaravin kutubxonasi nafaqat kitoblarni saqlaydigan joy, balki vaqtni to'xtatib qo'yib, bizni o'tmish bilan bog'laydigan ko'prikdir desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Kutubxonada islomiy fanlar, falsafa, astronomiya kabi fanlarga oid 4000 dan ortiq noyob qo'lyozmalar mavjud. Ular orasida eng qadimiylaridan teriga yozilgan 9-asrga oid Qur'on nusxasi, Ibn Xaldunning muqaddima asari, Aristotel tarjimalari va Al-Farobiy tomonidan arab tiliga tarjima qilingan Ptolomeyning astronomiyaga oid asarlari ham shu yerda saqlanadi. Kutubxona 2016-yilda Aziza Chauni boshchiligida qayta ta'mirlashdan o'tkazildi. Yer osti drenaj tizimi o'rnatilib, maxsus saqlash xonasi barpo qilindi. Hozirgacha qo'lyozmalarni raqamlashtirish ishlari ham 20% dan oshgan. M-sayohat orqali mana shunday ajoyib manzillarda ko'rishguncha omon bo'ling. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz samarali o'tsin.